Islandiya. 24 soat biz yo'lda bo'lamiz. Почти что 5 soat uxlaganman kecha. Samolyotda uxlolsam uxloldim, bo'lmasam kaput bo'lib boramiz. Yaxshi hamki, o'tazgina dam olib keyin yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa, juda ham qiziq bo'ladi. Hozir tip Toshkentga kiramiz. O'tgan gal kira olmaganimizga bu gal gaplashib, endi kiryapmiz. Xudo xolasa, hamma narsani cho'tka qilib, taxlab, ichkarilardan sekin boshlaymiz. Sizlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Ketdi. Registratsiyadan o'tib oldik. O'tgan gal kira olmagandik esingizda bo'lsa, Astonaga ketayotgan paytda sekin skritning qilib olishga harakat qilamiz, sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Ketdi. Zip lounge bu birinchi etaji, hozir ikkinchi etajiga chiqamiz. Ikkinchi etajda odam ko'p bo'ladi, o'sha hisobiga bu yerda ham divanlar bor, boshqalar bor, bemalol o'tirib, bu yoqda napitkalar bor, hammasi tekin. Pastga tushib, jimjitlikda o'tirishga yoqtiradigan odamlarga mana shu pastki etajni ham qilib qo'yishgan. Esingizda bo'lsa, Astonaga ketayotganda aytdim, Zip lounge'da ovqat ko'proq bo'ladi deb. Bitta vыбор ko'rsat. Blinchiki s мясом. Blinchikda qovurilgan masali. Bu yerda osh bilan grechki. Bu yerda sholg'om, baqlajon и qo'ziqorinli ragu deydi, nima deydi. Bu yerda ham shunaqa keyin guruch. Bu yoqda sho'rva, menimcha sho'rva adashmasam agar. Undan tashqari sirlar, ketchuplar, mayonezlar, garchitsalar и mana bu yerda har xil narsalar. Somsa, parmoda somsa, rastigay, orqasida ham xilma-xil somsalar. Bu yoqda mevalar, apelsin, nok, olma, uri, yana olma, iglos ham bor. Kirish uchun o'rtoqlar, mana bunaqa Infinity Visa karta bo'lish kerak. O'sha Visa kartani uchib ketishingizdan bir oy oldin ichida 6,5 million pul ishlatilgan bo'lish kerak. Ya'ni korzinkaga kiribmi yoki qanaqadir kiyim-kechaklar olmoqchi bo'lsangiz yoki kattaroq sotib oladigan narsalar bo'lsa, televizormi boshqami, 6,5 millionlik pulni ishlatsanglar, bu yoqqa bemalol kira olasizlar. Bu uchib ketayotganda ham, qaytishda ham ishlaydi bu narsa. Foydalaninglar, zo'r joy, maza qilib o'tirasizlar. Отдельный avtobus kelib olib ketadi samolyotga bu yerdan. Shunaqa. Bu o'zi kadrlar olish umuman mumkin emas. Skritga qilib amallab olyapmiz. Umuman boshqacha bo'lyapti, bori. O'tgan gal ko'chaga olib chiqib, avtobusdan olib ketishdi. Bu gal nimagadir o'tgan galgilardan boshqacharoq. Mana mana shu guruhda kichkinagina guruhpachani olib ketishyapti. Tipga kirganlarni отдельный. Yo, qiziq bo'ladi, uzoqlashmaydi. Паровозик чух-чух. Eng uzun пересадкаlar bilan uchish. Orzu uchun nimalarga odam tayyor. Hayajon, o'tda nima kutayotganini prosta nasib, xudo xolasa nasib bo'lgani bo'ladi. Ko'rasizlar. Mana shunaqa bo'lish kerakmi o'zi? Shunaqa bo'lish kerakmi? Qorong'i ekan. Albatta qiziq voqea. Hazil qilib turish kerak. Bular ham charchaydi постоянно. Biz ham charchaganmiz, вообще 5 soat, 6 soatlab bu yoqqa uchish o'zi bo'lmaydi. Так что holatni ozgina yumshatishga harakat qildim. Kuldirib boshqa qilib, zato настроение ko'tardi. Bizning ham настроение ko'tarildi. Dalshi yana 3 soat. Уже qo'nish boshlayapmiz. Soat местный soat 3:53 hozir местный soat. Tasavvur qilishingiz uchun 800 metr yurib kelyapmiz mana shu koridordan. Idalchi ketyapmiz. Yetib olguncha xullas mana shu yuraveramiz. Ancha yengillashib qolibdi. Sразу o'tib ketdi pasportning kontroldan. Oldin mana shu yerda yoshlar yurardi, boshqa qilardi. Qiyinlik qilsa. Endi, по крайней мере, 2-3 marta kelgandim, shunaqa edi. Hozir ancha yaxshi. Zo'r o'tib ketdi odam sразу. Endi ikkinchi aeroportga borishimiz kerak.
bitta aeroportdan ikkinchi aeroportga 1 soatlik yo'l ekan. Biletlarni oldik. 310 TL dan 620 TL bo'ldi. Xullas 5 soat vaqtimiz bor. 3 soatdan keyin registratsiya boshlanadi. Xullas 1 soat yo'l, 2 soat amallab qulab olsa agar zo'r bo'lardi. Vashe itdek charchadik уже. Tamom bo'ldi odam. Hozir ikkinchi aeroportga qarab yo'l oldik. Ketdik. Xullas, atigi 4 kilo o'tib ketgani hisobiga $40 pul to'ladik. $10 ekan. Turkiyadan Barselonaga uchish Pegasusdan olgandik biletni. $40 qo'shimcha pul to'ladik xullas. Mayli, u ishlarsa emas. Dovdirlar mana ikkita qog'ozni berganda, anaqanikini, bagajligini berganda boarding passni bermagan. Anita o'chirib turib 1 soat borsa boarding passing yo'q deydi. Yana qaytib kelib, hozir boarding passni oldik. Ahmoq bermagan. 2 soat bor, uchib ketishimizga hali 2 soatmi? Приблизительно 2 soat bor. Bu narsa yeb olaylik deb kirdik. Tovib oldik, qanot. Уже tamom bo'ldim. Hali Barselona bor, 10 soatlik zadержка bor. Keyin yana Keflavik, voy onasini emsan. Eng tavba qilib oladigan sayohatim shu bo'lsa kerak. Короче, hech qachon bu aviakompaniyani tanlamanglar. Maslahat bermayman. 4 soat uchgan bo'lsa, bir marta ham suv bergani yo'q. Endi bu yerda chiqib shaharga bu narsa yeb, dron sotib olib, keyin kechqurun shu yerdan Islandiyaga qiyinadan o'tib oldik. Endi Islandiya bizani kutyapti. Bu yerda ham modlar. Faqat nimagadir sport baykga sumkalarni qo'yib, endi urib qo'yishdi. Turist bayk qilib qo'yishdi. 45 ga hozir o'sha 20 kilometrga boramiz. Uzoq bo'lyapti. Aeroportdan 20 kilometr uzoqlikdagi supermarketga keldik. Topinglarchi, nech pul bo'ldi shu yerda? 55 euro bo'ldi 20 kilometr joyga. Почти что 700 ming so'm to'ladik. Onasini emsin bor bu Barselona degan joyga. Oho. Ikkita dron bosib oldik xullas. Bitta DJI Mini 4 Pro, ikkinchisi FPV dron, tez uchadigan DJI Avata 2. For tax free, I need to check enough, yeah? O'tgan gal San James bilan Asror akamlar bilan kelganimda mana masjidda shu marojnini yegan edim, og'zimda qolib ketib qolgan edi mazasi. Hozir operator Nodirga ham bitta yedirib ko'ramiz. O'zim ham sal boshqacharoqni olib ko'raman. Mazasini ko'rib boqamiz. Nodir lekin tamom bo'ladi buni mazasiga. Marojni ushi zo'r, hech mazasi o'zgarmagan. Nodir, o'zing feedback ber. Menga yoqdi vaqtida. O'zbekistonda bormi bunaqa? Yo'q. Voy, miyam. Ikkalasi ham past ovozda chiqadi, qara. Ha, umuman chiqmaydi ovozi. Voy! Bular chisti yurishiga kelib qoladi. Bizanikilarga o'xshab mana bilatni o'yla. Mazza qilib o'zini kayfiga ovozi yo'q, voy, mazza bor. Lekin bizani gayilar shundan ham problema topishadi. O'sha yozuvni ko'rsat. Ko'rindimi? Oxirgi qadamlar. Oxirgi peresadkamiz. 7 soatdan beri aeroportdamiz почти. Hozir tez registratsiyadan o'tolsangiz anoman. Shu bilan Islandiya. Lekin narsalar qo'shganmiz. O'lchatini ham deb aniq qilmasa bo'ldi. Esimdan o'tib olaylik. Hop,
Zo'r ish bo'ldi. Bu yerda ham 20 kilo edi bizning bagajimiz. Lekin meniki 24 kilo, Nodirniki почти 27 kilo edi. Mayli amallab to'laymiz deb turdim. Kilosini ustiga, og'irini ustiga. Yo'q, o'tib ketdi. Qo'limizda yana dron bor, ikkita dron bor. Uni ham e'tiborga olmadi, Xudoga shukr. Balkim chuchvaran xomsanagarim durimizda tepada balkim ushirib bizani beradi. Endi ko'ramiz. Ishqilib eson-omon hammasi yaxshi bo'lsa, samolyotga o'tirib olaylik, yetib olaylik tezroq. O'tdik. Oxirgi proverkadan ham o'tdik. Hamma narsamiz o'zimizda qoldi. Qazili, patirli, konservalar, hammasi zo'r. Dronlar ham o'tdi ikkitasi. Mashincha qoldi. Endi Islandiyaga olib kirib olsa shu konservalarni, nonlarni, hamma narsani, kamera, dronlarni bu yog'i marra bizaniki. Kontenti yo'g'iga bosamiz onasiz. Ikkita dron olganmiz, 2400 yevro bo'lgan. O'shani 350 yevrosini tax free qaytarib beradi. 350 yevro. Keling, bu kichkina pul emas, katta pul. O'shaning uchun borishga hozir arziydi. 1 oydan keyin qaytarib beradimi, 2 oydan keyin qaytarib beradimi onasiz. Shu tiliga tushadi o'sha pul. Xullas, hozir topshiramiz, olamiz. Короче, 350 yevro berish kerak edi, 310 dollar berdi. Unaqa chizdi, bunaqa chizdi, xullas. Ana bu kompaniya o'ziga protsent olib qoladi, unaqa ko'p chiqmaydi, unaqa 350 yevro o'rniga 310 dollar berdi. Nimaga bu ish qilyapmiz? Birinchidan bu orzuyim Islandiyaga borish. Ikkinchidan bunaqa yo'llar bilan, qiyin yo'llar bilan borsa, ancha-muncha ekonom bo'ladi. Hozir kimga men savol bermasam, necha puldan tushyapti mana shu Islandiyaga borib kelish desam, hamma 7000-8000 atrofida deb aytyapti-da. Unaqa yo'l bilan ham borsa bo'ladi. Biznes klassda uchib, mazza qilib, qiynalmasdan, biz keldik, mana mazza yo'q. Lekin buni kayfi boshqacha. Taxmin qilinglar, necha puldan tushdi kishi boshiga mana shu bizani sayohatimizni. Xullas mana shu через пересадка bilan Islandiyaga borishimiz va qaytishimiz Toshkentga обратный necha pulga tushdi deb o'ylaysizlar kishi boshiga. Arziydigan summa, realniy arziydigan summa. Hozir mana shu turni boshqa kompaniyalardan so'rasa 5000-6000 atrofida yetadi. Kamida. Chunki o'zining ham foizi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, ishlaydigan joyi bo'ladi. Bizda mana shu turimizda 2600 dollardan tushdi. 2600. Arziydigan raznica tasavvur qilinglar. 2400 dollar raznica beryapti. Boshqa joylarga qaraganda. Low coaster samolyotda nima degani o'zi? Ekonom klass, hamma joyi boshidan oxirigacha polностью ekonom klass. Hop, bularda biznes klass bo'lmaydi, joylar zo'r bo'lmaydi, ichida ovqat bermaydi. No zato bilet 2-3 barobar arzonroq bo'ladi qolgan samolyotlarga qaraganda. Bularda основной pul ishlaydigan joyi bagajni kilosi ko'payib ketganda, oyoqni uzatib o'tiradigan joylarni sotishi, udobniroq joylarni sotishi hisobiga 50 yevro, 60 yevrodan ishlaydi pulni. Ichida bularni mana bunaqa ovqatlar, boshqa narsalar, narsalar sotiladi. Suv ham bermaydi даже sizlarga. Shuning uchun iloji boricha kirishdan oldin mana bunaqa low coasterlarga suv, ovqat yeyishga olib olish kerak. Kirib bemalol yeb ketsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Biz уже o'tirdik samolyotga. Oxirgi samolyotimiz ikkita dron eng zo'r kadrlar qilib beradigan narsalar. Hozir ikkita kamera olibdi. Men bitta kamerani olib keldim desam, ikkita kamerani olibdi. Xullas, общий dron 1, dron 2, kamera 1, kamera 2, Osmo Insta360, Action Pro. Telefonlarni hisoblamaymiz mayli. 7 ta kamera syomka qiladi. Voh, eplaversam bo'ldi. Boshqacha bo'lyapti lekin yetib keldik. Meni orzuyim, seni orzuyingga o'tib ketib qoldi. Ertaga nima bo'lamiz va tasavvur qila olmayapman. Syomka yo'q, boshqa yo'q, ikkita emotsiyada turib olib yig'lab turibdi.
Yetibman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yetib keldingizmi? Aha. Qani ekan? Nodirboy. basharani qaraga. Voy, choch chiqara Justin Timberlake. Молодец, chotki. Bo'ldi. Normalniy bo'ldi. Ha? Bu yerda bizani viloyatlarga o'xshab Namangan, Andijon va hokazo o'sha nomer bor ekan, o'shanga telefon qilinadi, taksi jo'natishadi. Uber, shunga o'xshagan, masalan, Yandexga o'xshagan boshqalar yo'q. Sovuq, yomg'ir. Voh! Havoga qara. Biza Islandiyadamiz. Yetib keldik. Shuncha charchoq bitdi-da, chiqib ketdi.